IT'ni deyarli barcha yo'nalishlarini sinab ko'rib, oxirida data analitikada to'xtaldim. Ismim Sardor, analitika sohasida 4 yildan ortiq tajribam bor. O'zi universitetda IT yo'nalishida o'qiganman, ya'ni barcha yo'nalishlarni o'zimda sinab ko'rdim, lekin menga noodatiy, mantiqiy fikrlash va ma'lumotlar bilan ishlash yoqqanligi uchun aynan data analitikani tanladim. Va bugun orqaga qarab tanlovim to'g'ri bo'lganligini ishonch bilan ayta olaman. Men mahalliy va xalqaro yirik kompaniyalarda, misol uchun Akfa Holding, PepsiCo kabi kompaniyalarda o'z faoliyatimni olib borganman va hozirda esa Asaka Bank kompaniyasida biznes analitik lavozimida faoliyat olib boraman. Men uchun analitika bu faqatgina ish emas, balki bu o'sish, qarorlar qabul qilish va har kuni yangi narsalar o'zingizni sinab ko'rish jarayoni. Eng muhimi, qanday kasb tanlashingizdan qat'iy nazar, qilgan qarorlaringiz to'g'riligi va shu tanlagan kasbingizda doimiy rivojlanishni tanlash. Shu 4 yildan ortiq yig'ilgan tajribalarim asosida Qalam Education bilan birgalikda to'laqonli data analitika kursini tayyorladik. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring, biz siz bilan aloqaga chiqamiz.